Sure Bakara tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bu kitapta, yani Kur'an'da hiç şek yok. O takvadarlığa yetekçidir. Ula g'aybga ishinidu, namozni ado qiladi. Ula biz bergan mol mulkdan Alloh yo'liga sarf qiladi. Ula sana nazil qilingan kitobga, sendan ilgiriki payg'ambarlarga nazil qilingan kitoblarga ishinidu va oxiratga sheksiz ishinidu. Ana shular Rabbining yo'lida to'g'ri bo'lg'uchilardir. Ana shular baxtga erishkichilardir. Şübhisizki kafirlarni agahlandıramsan, agahlandırmamsan, baribir ula iman etmaydi. Allah ularning dillarini ve kulaklarını pechatlab etgan. İmanning nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardalangan, haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida Allohga ve ahiret günüge işendik digichilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi. Yani ağzıda işendik degini bilen ko'nglida ishonmaydi. Ular Allohni ve mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kesel, yani munofiqlik ve şekliniş bor. Allah ularning kesilini küçeytib etdi. Yalgan sözlegenlikleri, yani yalgandan imanni da'vo qilganliklari ve Allah'ның ayetlerini mesxir qilganliklari üçün ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarmiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin bunu özleri tuymaydı. Ulağa, yani munafiqlarga, iman etgan kişilerdek çin ko'nglinglar bilen iman etinglar deyilse, biz iman etgan ahmoqlarga o'xshash iman etamdik deydi. Bilinglarki, ularning o'zlarila ahmoqlar. Lekin bunu ular tuymaydi. Ular mu'minlar bilen uchrashganida biz iman ettik deyişidi. Şeyatinleri, yani münafık katı başları bilen yalğız cayda tepişkandı bolsa, biz hakikaten sizler bilen bildimiz. Fakat tilimizin uçudula iman etip koyup müminlerini mesxir kılımız deydi. Mesxir kılganlıkları üçün Allah ulanı cezalaydı. Ulanı gumrahlıkları da koyup berdi ki, ula tınırkıgan aldı yürüşüdü. Yani şula hidayetini berip gumrahlıkını aldı. Şuna soğuduz paydı keltirmedi. Ula hidayet tapkıcı bulmadı. Ula goya ki keçide ısınış ve yorukluk eliş için ot yakkan kişilerge okşaydı. Ot ulanın etrafını yorutkanda Allah ulanın otunun yorukunu öçürüp etti. Ulanı etrafındaki hiç nersini körelmeydiğen karanlıkta kaldırdı. Ula gazdır. Yani gaz anlamagandek yaxşılıkını anlamaydı. Gaçıdır. Yani gaça sözleyenmegandek yaxşı işini sözleyenmeydi. Kordur. Yani kor bulup kalgandek doğru yolunu köymeydi. Şunu ula gumrahlıktan kayıtmaydı. Ya ki ula zulmetlik, güldürmamılık ve çakmaklık kattık yağmurda kalgan, goya çakmak sokup etip ölüp gitişten korkup kulaklarını parmakları bilen itivagan kişilerge okşaydı. Allah kafirlarını ulanın hemme ahvalini bilip durguçudur. Çakmak çakkanda ula köz nurudun ayrılıp kağılı tas kalıdı. Ula çakmak yorukıdı meňewalydy. Karanlık kaplaganda turup kalıdı. Allah halisa idi, ulanın anlaş ve körüş kuvvetinden
ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Allah haqiqatan her narsaga qodirdir. Ey insanlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar. Allah sizlarga ziminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishtiqida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Shunga Allohga shirik keltirmanglar. Halbuki sizlar Allohning shirki yo'qligini bilib tursizlar. Bendimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surani maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onga qarshi turishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar mundaq qilolmasanglar, hargizg'o qilolmaysizlar. Kafirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan davzaxdan saqlaninglar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan idiq deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar berildi. Cennetlarda ularga pak cüptiler verildi. Ular cennetlerde mengü kalıdı. Allah hakikaten paşa ve onundan mı küçük nesillerini misal kılıp keltirişten tatınıp kalmaydı. Mu'minler onu Rabbi tarafından nazil boğan hakikat dep bildi. Kafirler bolsa Allah bu nesillerini misal kılıp keltirişten nimini irade kılıdı deydi. Allah bu misal bilen nurgun kişilerini onu inkar qilganlıqdan azdırdı ve nurgun kişilerini onu tasdiqlaganlıqdan hidayet kılıdı. Şu arqılıq faqat fasıqlarını azdırdı. Fasıqlar Allah vədi alğandan keyin bergen vədisini buzudu. Allah ulaşqı buyurğan şeyini üzüp koydu. Yani sil rahm qılmaydı. Yeryüzüde buzluqçılık kılıdı. Yani şula ziyan tatıqçılardır. Allah'ını qandaqmı inkar qılısılar ki, cansız idinlar Allah silergi can berdi. Yani atanlarının püştüde, ananlarının karnında abi meni idinlar. Keyin ecilinlar toşqanda Allah cininlarını alıdı. Andın keyin terildirdi. Andın keyin Allah'ın dergahına hesap veriş için qaytırılısılar. Allah yer zimindeki hemmenesini sizlerinin paylanışınlar için yarattı. Andın asmanını yaratışkı yüzlenip, onu kusursuz 7 asman kılıp tamamladı. Allah her nersini bilgicidir. Öz vaxtida Rabbin periştilerge, men yeryüzüde halife, yani urun-basar yaratiman dedi. Periştiler. Yeryüzüde buzuqçılık kılıdığan, kan töküdüğen şahsını halife kılamsan, halbuki biz seni pak dep medhileymiz, mukaddes dep medhileymiz dedi. Allah, men hakikaten sizler bilmeydiğen nesillerini bilemen dedi. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'e ügetti. Andın ulanı periştilerge köstüp. Halife boluşqa Adem'e qaraganda biz haqlıq deydiğen qarışınlarda rastçıl bolsanglar, bu şeylerinin namlarını bana eğitip beringlar dedi. Periştiler, seni bütün kemçiliklerden pak dep tanıyımız. Biz sen bildirgendin başkını bilmeyimiz. Hakikaten sen hemmini bilgiçidursen, hikmet bilen iş kılgıçidursen dedi. Allah, ey Adem, ulağa bu nesillerin namlarını eğitip bergin dedi. Adem
ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda Alloh men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayblarni haqiqatan bilib turman, oshkora va yoshirin ishinglarni bilib turman demaganmidim dedi. O'z vaqtida farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi, takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Biz Odamga, ey Odam, sen xotining Havvo bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xoliqininglarcha keng tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilg'uvchilardan bo'lib qolasizlar dedik. Shayton u ikkisini teyildirdi. Ya'ni man'iy qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turib jannatdan chiqardi. Odamga, Havvoga, Iblisga bir-biringlar bilan o'chak kechgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yüzüde vaqtliq ajilinglar to'shqicha yerlishinglar va ne'matlardan bahramand bo'linglar dedik. Odam Rabbidan bir qancha so'z ta'lim oldi, ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uning ilhom orqali bildirildi. Alloh uning tavbasini qabul qildi. Alloh haqiqatan tavbani bakmi qabul qilguchidir. Bendilerge nihayeti mehribandыр. Ulağa, emminglar bu yerden tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatkichi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi dedik. Kafirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli davzaxdir. Ular davzaxda mangu qoladi. Ey İsrail avladi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon etish va taat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Menmi sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendilla qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Ayetlerimni azam bahada setib etmanglar. Mangala taqvodorlik qilinglar. Haqni batılga, ya'ni Allah nazil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqargan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yoshirmanglar. Namozni ado qilinglar, zakatni beringlar, ruku qilg'uchilar bilan ruku qilinglar. Kişilerini yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar, tushunmamsizlar. Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, kamtarlik bilan Allohga bo'ysunguchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatli ishdir. Allohdan qo'rquvchilar Rabbiga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishinidir. Ey İsrail avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafaati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya elinmaydigan, ular kafirlar va gunohkor bandalar yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan o'g'illaringlarni bo'g'izlab qizlaringlarni foydalanish uchun terik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Rabbinglarning yaxshi odam bilan yomon odamni ayiradigan cho'ng siniqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'tirisidan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib,
Şu yerden sizlarni salomat o'tkazdik ve Fir'aun guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. Öz vaqtida Musaga 40 kecha kutgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Muzayni ma'bud qilib oldinglar. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afu qildik. Öz vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musaga haqni, kitobni va Furqonni berdik. Öz vaqtida Musa öz qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Muzayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Muzayga cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Mundaq qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Allah tavbanglarni qabul qildi. Allah tavbini haqiqatan bakmi qabul qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Öz vaqtida: "Ey Musa, Allah'ni ochiq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz" dedinglar. Da sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turganinglarda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta terildirdik. Sizlarga bulutni soyibon qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. Öz vaqtida Musa orqali ajdodinglarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar, u yerda xolig'ininglarcha keng tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzidan sajda qilgan holda kiringlar va Rabbimiz gunohlarimizni kechirgin denglar. Gunohinglarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texmi ortiq savob beramiz dedik. Zulm qilg'uchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartib etdi. Zulm qilg'uchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. Öz vaqtida Musa öz qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga Hasan bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni har bir qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Allah bergan rizqdan yenglar va ichinglar, yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. Öz vaqtida Sina cho'lida taranjibin ve bödeni bilenler oziqlanayotganinglarda sizlar: "Ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Rabbingga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsaq, yismuq ve piyozlarni o'stirib bersin" dedinglar. Musa: "Sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar? Yani piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bo'denidan ortiq ko'ramsizlar? Birer shaharga kiringlar, shu yerda tiligininglar bor" dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari ve haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Shubhisizki mu'minlar, Yahudilar, Nasaralar arasından ve farishtalarga, yulduzlarga cho'qinguchilar arasından Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan ve yaxshi amallarni qilganlar Rabbining qishida o'z ajridan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinish yo'qdir ve ular g'am andish qilmaydi.
Öz vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va turtig'ini ustinglarga tiklab qo'ygan, sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azob qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar, ya'ni Tavratga amal qilinglar, uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortqichilardan bo'latdinglar. Aranglardagi shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketkichilarni qandoq qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga har maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar ochiq ibrat taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga Allah haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyurdi degan edi. Ular bizni masxir qilyapsan dedi. Musa jahillardan, ya'ni masxir qilg'uvchilardan bo'lib qolishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ular biz uchun Rabbingga iltijo qilginki, bizga qandoq kala ekanligini bayon qilsin dedi. Musa Allah uni qerimi emas, yoshmi emas, 30 yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganini qilinglar dedi. Ular biz uchun Rabbingga iltijo qilginki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdi. Allah haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sap-seriq bo'lsin dedi. Ular Rabbingga iltijo qilgin, uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin, ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalimu yoki samirtish uchun beqilgan kalimu. Bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Alloh xolisa uni biz cho'qim topamiz dedi. Musa Allah uning yer haydab ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bijirim alisi yo'q, ya'ni rangida seriqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi dedi. Ular endi to'liq bayon qilding dedi. Ular qalin tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rinlay olmag'ili tas qoldi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ldirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Allah oshkorlig'idir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalining bir parchasi bilan o'likni uringlar. U terilib qotilni aytib berdi. Allah o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni terildirgandek terildirdi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Ey Yahudilar jamiyati, shuningdan keyin, ya'ni shonliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar ketib ketdi. Toshdek yoki toshdanmi qattiq ketib ketdi. Taşlar arasında ichidan suv itilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib arasından suv chiqadiganlarimi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qinlaridan do'milab tushadiganlarimi bor. Demak, tosh yumshaydi, sizlarning dilinglar bo'lsa yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mu'minlar jamiyati, da'vatinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar. Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasddan o'zgartib etdi. Ular mu'minlar bilan uchrashganlarida iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarida Rabbinglar qishida
Müminler sizlarga qarshi paket ko'rsatsin deb Allah sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhisalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar, buni tushunmamsizlar deydi. Yahudilar o'zlarining yo'shurun va oshkor ishlarini Allohning bilib turadiganligini uqmamdi. Ularning savodsizlari kitobni, Tavratni bilmaydi. Ahborlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni biladi. Gumon bilan ish qiladi. Kitobni o'z qo'llari bilan yozib, uni oz pulga setish dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan degichilarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Ular bizni davzax o'ti sanoqli kunlarni ko'ydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shunda qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi. Yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degan. Undaq emas. Sizlarni davzax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli davzaxdir. Ular davzaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Sura Baqara tarjimasi 83-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Ba'da billahi minashshaytonirrojim. Öz vaqtida biz İsrail avlodidan Allohdan boshqa ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Ondan aranglardagi ozg'ina kishidan boshqanglar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yenib olasizlar. O'z vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtlaringlardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahdi olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ltirdinglar. İçinlardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va düşmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizsizlar. Halbuki ularni yurtlaridan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ltirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'rsizlar-u, ularning asirga tushib dushmaninglarning qo'lida bo'lib qolishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shunday qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliq qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ayni shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordammi qilinmaydi. Shek shubhisizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Uningdan keyin orqa payg'ambarlar avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizalar berdik. Hamda uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan yo'lidik. Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa elib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar, yana bir qism payg'ambarlarni o'ltirdinglar. Ular dillarimiz pardalangan dedi. Undaq emas. Ularning kufr sabablik Alloh ularga la'nat qildi. Ulardan iymon etadiganlar nihoyat oz. Ularga Alloh tarafidan ulardagi kitob, Tavratni tasdiqlaydigan kitob, Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. Ilgari ular Muhammad alayhisalomni
vasita qilib kafirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan Tavratda süpti bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Allah kafirlarga payg'ambarlarning tuganchisini inkor qilgan Yahudilarga la'nat qildi. Yahudilarning Allah nazil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini, payg'ambarligini xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzidandir. Ularning o'zlarini iymonini kufrga setish ajab yomon ishdir. Ular üstüge g'azabga tegishlik bo'ldi. Kafirlar xorlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Ularga Allah nazil qilgan kitobga, Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nazil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilg'uchidir. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar degin. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa Tur tog'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Muzoyni ma'bud qilib oldinglar. O'z vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nazil qilgan kitobni mahkam tutinglar, bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlayman deb Tur tog'ini ustinglarga tikladik va Tavratga quloq solinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillariga Muzoyning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mu'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni hajab yomon ishga buyuridikina, sizlar mu'min emas, chunki iymon Muzoyga cho'qinishga buyurmaydi degan. Ularga agar oxirat yurti jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Cennet bizge xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degin. Ular qilgan yomon amallar sabablik o'limni hargizmi arzu qilmaydi. Allah zolimlarni obdan bilguchidir. Shubhisizki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi heris ko'rsan. Her biri 1000 yil ömür ko'rishni arzu qiladi. Vaholanki uzun ömür ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turg'uchidir. Aytqinki, Cibrilga düşman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u Cibril Allohning amri bilan o'zidan ilgirkini samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mu'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Kimiki Allohning farishtalarni, payg'ambarlarini, Cibrilni, Mikoilni dushman tutdi ekan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki Allah kafirlarni dushman tutdi. Shek shubhisizki sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. Her qachon ular birer ahdi tuzsa, bir turkumi uni buzadi. Belki ularning Yahudilarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. Ularga Allah tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, kitob berilganlarning bir turkumi uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allah'ın kitabını, Tavrat'ını aqsığı çöğürüvetti. Yani Tavrat'ın sözleriga amal qilmadi. Ular Sulaymanning padişahlık zamanidagi şeytanlarning sehrgarliklariga oid so'zlariga ergashdi.
Süleyman sehrigar bo'lgani va sehr o'rganish bilan kofir bo'lgani yo'q. Lekin shaytonlar sizlarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut, Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'rgatdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz, kofir bo'lmagan demigicha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganatdi. Ular sehr orqali Allah'ın ruhsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyniba foydasi yo'q narsani o'rganatdi. Yahudilar Tavratni tashlab, sehrini setib olg'uchiga oxiratda Allah'ın rahmetidan va jannatidan hech nasibi yo'q ekanligini obdan bilatdi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsasining, ya'ni o'zlari uchun sehri o'rganishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini koshki bilsa edi. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Koshki ular buni bilsa edi. Ey mu'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'ziga quloq solinglar. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar Rabbinglar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egisidir. Qandaqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki shuningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan? Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan? Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Ular, ya'ni Yahudilar ilgari Musadan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? Kimiki iymonini kufrga tegishsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkora bo'lgandan keyin hasad qilish yuzidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Allah sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afv qilinglar va kechiringlar. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Allah haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deydi. Bu ularning quruq arzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar degin. Undaq emas. Kimki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdi ekan, Allohning amriga bo'ysunib, amalini xos Alloh uchun qiladi ekan, u Rabbining dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinish yo'qdir va ular g'am andish qilmaydi. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmi Yahudilarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasaralar Injilni o'qiydi.
Bilimsiz adamlar, yani Arap müşrikleri mu ula degandek dedi. Allah kıyamet günü ulanın özara ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqardi. Allah'ın mescidlerinde Allah'ın namının yad kılınışını toskan ve ulanı veyran kılışka urunganlardan mı zalim kişi var mı? Mescidlerge ulanın fakat korkan aldılar kirişi layık idi. Ula dünyada resva buludu. Ahirette çoğun azapka, yani devzak azabıga duçar buludu. Meşrik mu, mağrib mu, yani bütün yeryüzü Allah'nındır. Qaysi tarafga yuzlansanglar mu, u Allah'ның tarafi. Yani sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Allah'ның mağfirati haqiqatan kengdir. Allah hammani bilgichidir. Ular Yahudilar, Nasaralar, müşriklar Allah'ның balası var deydi. Allah ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunuvchidir. Allah osmonlar va ziminni yo'qdan bar qilg'uchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Bilmaydiganlar Quraysh kafirlari Allah nima uchun biz bilan so'zlashmaydi yoki nima uchun bizga rost payg'ambarlikning dalili sifatida biror mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlarga shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Haqiqatan biz oyatlarimizni jazman ishinadigan qavm uchun bayon qildik. Biz seni haqiqatan mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kafirlarni davzaq azobidan ogohlantiruvchi qilib haq din bilan avatdik. Sen ahli dozaq, yani kafirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen Yahudilar va Nasaralarning diniga ergashmaguncha ular sendan hargizmi rozi bo'lmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni pokitlik haqiqat sana oshkor bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafs xohishlariga ergashadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'stim bo'lmaydi, madadkormi bo'lmaydi. Biz ato qilgan kitobni tegishlik ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qila olmaydigan, hech kishining fidyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qila olmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida Ibrohimni Robbi bir qancha amrlar, shariat takliplari bilan sinadi. Ibrohim ularni bajo keltirdi. Allah onunğa, seni çoxum kişilerge dinde peşva qilman dedi. İbrahim, mening bir qism avlodimni peşva qilsan dedi. Allah, mening peşva qilish ahdamga zolimlar, ya'ni kafirlar erisholmaydi dedi. Öz vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan va tinch joy qilib berdik. Kishilarga maqomi İbrahimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. İbrahim bilan Ismoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilg'uchilar, etikobda o'ltirg'uchilar, ruku qilg'uchilar va sajda qilg'uchilar uchun pok tutishni buyurdik. Öz vaqtida İbrahim, Rabbim bu yerni, Mekkeni tinch shahar qilib bergin, aholisidan
Allah'a ve ahiret günüge iman etkiçilerini türlük meyveler bilen rızıklandırgın dedi. Allah kafir boğan adamnımı rızıktan azgını müddet hayatlıkada behrimen kılman, ondan keyin onu ahirette devzakka haydayman dedi. Bu nime degen yaman akıbet? Öz vaqtida İbrahim bilen İsmail Ka'bning ulunu qo'pirib etib, Rabbimiz bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'itsan, niyatimizni bilib turg'itsan. Rabbimiz ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hojitimizning qoidalarini bildirgin. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbani nihoyat qabul qilg'uvchisan, nihoyat mehribonsan. Rabbimiz ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan kitobingni, Qur'onni, hikmatni, ya'ni sahih sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uvchisan dedi. Özünü ahmaq qilganlardan boshqa kim İbrahimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlik tanladik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. Öz vaqtida Rabbi uningga Rabbining amriga itoat qilgan, Rabbingning amriga itoat qilgan dedi. U alemlerning Rabbiga itoat qildim dedi. İbrahim ve Yaqub öz o'g'illariga vasiyat qilib, ey o'g'illarim, Allah sizlarga mushu dinini ya'ni islom dinini tanladı. Fakat musulmon petinglarcha o'linglar. Ya'ni iymoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar dedi. Yaqub can üzüvatkan vaqtida sizlar yenidi bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar deb so'radi. Ular sening ilohing va ota-bobollaring İbrahim, İsmail, İshaqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilg'uchimiz dedi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishlariga sizlar javobgar emas. Sura Baqara tercümesi 135. ayetten başlab o'qiymiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsizlar deydi. Undaq emas. Biz İbrahimning islomga uyg'un diniga ergishimiz u mushriklardan emas edi degan. Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga İbrahimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musaga berilgan Tavratga, Isaga berilgan Injilga va payg'ambarlarga Rabbi tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Yahudilar va Nasaralarga o'xshash ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob, sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'risa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Allah sana kifoyadir. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, hil mekrini bilib turg'uchidir. Allah'ning dinida ching turinglar. Allah'ning dinidan yaxshi kimning dini bor?
Biz Allah'a ibadet kılgıçılarımız. Biz bilen Allah doğruluk münazirleşemsizler. Halbuki o hem bizning Rabbimiz hem sizlarning Rabbinglardir. Bizning amellerimiz özümüz üçündür. Sizlarning amellaringlarmi özünglar üçündür. Biz Allah'a sadıkmız degin. Yoki İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub ve onun avlatları Yahudi idi yoki Nasara idi demsizlar. Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi. Qo'lida Alloh nazil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim bor? Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ba'zi ahmoq kishilar ularni, ya'ni payg'ambar alayhisalom bilan mu'minlarni qarab kelayotgan qiblasidan, ya'ni Baytul Muqaddasdan nima yuz o'rgizdi, nima yuz o'rgizgandi deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, mashriq va mag'rib hamma taraf Allohningdir. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shohid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sen yuz keltirib kelayotgan tarafni, ya'ni Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz payg'ambarga ergashganlarni osiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayrı bilishimiz uchunlar edi. Allah hidoyat qilganlardan boshqalarga bu, ya'ni qiblaning o'zgartilishi haqiqatan ig'irdir. Allah sizlarning iymoninglarni, ya'ni ilgari Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib etmaydi. Allah kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyatda ko'yimchandir. Biz sening Ka'ba qiblang bo'lishini tilab qayta osmonga qaraganligingni ko'rib turibmiz. Seni cho'qim sen yoqtiradigan qiblaga yuzlandiramiz. Namozda yuzingni Masjidi Haram tarafga qiyg'in. Ey mu'minlar, qayerda bo'lmanglar, namozda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Haqiqatan kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar buning, ya'ni qiblaning Ka'baga o'zgartilishining Rabbi tarafidan kelgan haqiqat ekanligini cho'qim biladi. Allah ularning qilmishlaridan g'ofil emas. Kitob berilganlarga barcha dalilni keltirsangmi, ular sening qalbing, sening qiblangga bo'ysunmaydi. Senmi ularning qiblasiga bo'ysunmaysan. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar ham o'zaro bir-birining qiblasiga bo'ysunmaydi. Sana ilim vahiy kelgandan keyin mubada ularning nafs xohishlariga bo'ysunsang, u chaqda sen cho'qim zulm qilganlardan bo'lasan. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudilar bilan Nasaralar uni, ya'ni payg'ambarni o'z o'g'illarini to'nigandek to'niydi. Ularning bir turkumi shubhisizki haqiqatni bilib turib yoshirdi. Haqiqat Allah tarafidan kelgandir. Shunga hargiz shak keltirgichilardan bo'lmagan. Her ummatning yuz keltiradigan tarafi qiblasi bor. Ey mu'minlar, yaxshi amallarni qilishga aldiranglar. Qayerda bo'lmanglar, qiyomat kuni Allah hammanglarni hisob uchun yig'idi. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Qayerdan safarga chiqsang, namozingda yuzingni Masjidi Haram Ka'ba tarafga qiyg'in. Bu shaksiz Rabbing tarafidan kelgan haqiqatdir. Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. İnsanlar Yahudilar ve müşriklarga
sizlarga qarshi dalil isbot bo'lmasligi uchun ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam safar qilishga qayerdan chiqmag'in, namozingda yuzingni Masjidi Haram tarafga qiyg'in. Ey mu'minlar, sizlarmi qayerda bo'lmanglar, namozinglarda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Faqat ularning ichidagi zulm qilg'uvchilarla qiblaning o'zgartirilganligini sizlarga qarshi dalil qilib oladi. Ulardan, ya'ni zolimlardan qo'rqmanglar. Mening amrimni tutish bilan mendan qo'rqinglar. Qiblani o'zgartirishga amr qilishim sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazishim va to'g'ri yo'lda bo'lishinglar uchundir. Shuningdek, sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazganimdek, o'z ishinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, Qur'onni va hikmatni, ya'ni sahih sunnatni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringlarni bildiradigan bir payg'ambar avatdik. Meni taat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukirlik qilmanglar. Ey mu'minlar, sabr va namoz orqali yordam tilanglar. Alloh haqiqatan sabr qilguvchilar bilan birlidir. Allohning yo'lida o'ldirilganlarni, ya'ni shahidlarni o'lik demanglar. Balki ular tirikdir. Lekin sizlar buni sezmaysizlar. Biz sizlarni bir az qo'rqinch, bir az qahatchilik mollaringlar, jonlaringlar, bolaringlar va ziroatlaringlar yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshiga kelgan musibat va ziyon zahmatlarga sabr qilguvchilarga jannat bilan xush xabar bergin. Ularga bir musibat kelgan chaqda ular biz albatta Allohning ig'dorchiligidamiz. Allohning bandalarimiz. Çoqum Allah'ın dergahı qaytımız deydi. En şula Rabbinin mağfireti ve rahmetiga erişkiçilerdir. En şula hidayet tapıcılardır. Safa bilen Merve hakikaten Allah'ın dininin alametlerindendir. Hac kılgan yoki ömrü kılgan adam ulanın arasında sa'i kılsa hiç günah yok. Kimiki öz ixtiyarı bilen birer yaxşılık kılıdiken Allah onun mükafatını berdi. Allah elbette şükürünün mükafatını bergiçidir. Allah hemmini bilgiçidir. Bu kitapta, yani Tevrat'ta kişilerge doğru yolunu aniq bayan kılganımızdan keyin biz nazil kılgan Muhammed aleyhisselamның rast peygamber ekenligini ispatlaydigan roşen delillerini ve doğru yolunu yoşuradiganlarga Allah la'nat kılıdı. Yani rahmetinden yirak kılıdı. La'nat kılgıcılar, periştiler ve müminlerimi ulağa la'nat kılıdı. Fakat tövbe kılganlar, amelini tüzetkenler, yani Yahudilerin Tevrat ahkamlarından yoşurganlarını bayan kılganlarla bunundan müstesna. En şularının tövbesini kabul kılımen. Men tövbeni bekmi kabul kılgıcımen. Men tövbeni bekmi kabul kılgıcıdır men. Nihayeti mehribandır men. Şüphesiz ki kafir bulup kafir peti ölgenler var. En şula çokum Allah'ın, periştilerinin ve insanların hemmisinin laneti uçuraydı. Ula devzekti mengü kalıdı. Uladın azap yenikletilmeydi. Ulağı berildiğin azap keçiktirilmeydi. Sizlerinin ilahinla bir ilahdır. Onundan başka hiç ma'bud berhak yoktur. O nihayeti şefkatlidir, nihayeti mehribandır. Asmanlarının ve ziminin yaratılışıda, keçi bilen kündüzünün növetleşişide, kişilerge faydalık nesillerini elip denizde üzüp yürgen kemilerde, Allah buluttan yağdırıp bergen, ölgen ziminni terildirdiğin yağmurda, yeryüzüge takip etken hayvanlarda, şamal yönelişlerinin özgürüp duruşuda, asman zimin arasında boysundurulgan bulutlarda düşünediğin kişiler için elbette
Allah'ның birlikini ko'rsatadigan dalillar bordir. Ba'zi odamlar Allohdan g'ayrilarni Allohga shirik qilib oladi. Ularni mu'minlarning Allohni do'st tutqunidek do'st tutadi. Ularni mu'minlarning Allohni do'st tutqunidek do'st tutadi. Ya'ni ulug'laydi va ularga bo'ysunadi. Mu'minlar Allohni hammadan bak do'st tutquchilardir. Zalimlar qiyomat kuni o'zlariga tayyorlangan azobni ko'rgan chaqda bütün kuch-quvvatning Allohga mansub ekanligini va Allohning azobining qattiq ekanligini koshki bilsa edi, Allohga shirik keltirmagan bo'ladi. Ayni vaqtda ergash kuchilar azobni ko'rib, ergash kuchilardan ado juda bo'ladi. Ayni vaqtda ergash turgichilar azobni ko'rib, ergash kuchilardan ado juda bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uziladi. Ergash kuchilar koshki bizlarga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, ular bizdan ado juda bo'lgandek bizmi ulardan ado juda bo'lardik deydi. Allah ularga yomon ishlarining hasrat bo'lganligini mushundoq ko'rsatdi. Ular do'zaxdan chiqmaydi. Ey insonlar, zimindagi halol pokiz narsalardan yanglar. Shaytonning yo'llariga ergashmanglar. Chunki shayton sizlarga uchuq dushmandir. Shayton sizlarni haqiqatan yomonliklarga, qabih gunohlarga va Alloh nomidan yolg'ondan Alloh sizlarga halol qilgan narsalarni harom deb va harom qilgan narsalarni halol deb sizlar bilmaydigan narsalarni aytishga buyuradi. Har qachon ularga, ya'ni mushriklarga Allah nazil qilgan narsaga, ya'ni vahiyga ergishinglar deyilsa, ular yo'q, ota-bovlarimizdan qolgan dinga ergishimiz deyishidi. Ota-bovlari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana ularga ergishamdi. Kafirlarni hidoyatga da'vat qilg'ichi xuddi ma'nosini tushunmay, tovushini va nidonini anglaydigan chahar paylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kafirlar haqni anglashdan g'astur, haqni so'zlashdan gachidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular va'z nasihatni tushunmaydi. Ey mu'minlar, biz sizlarni rizqlantirgan halol narsalardan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga, ya'ni Allohning haddi hisobsiz ne'matlariga shukr qilinglar. Allah sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqi go'shini, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimiki o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Haqiqatan Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Allah kitobda nozil qilgan narsalarni yoshiradigan va uni ozg'ina pulga sotadiganlarning qoniga yegini faqat o'tdir. Chunki ularning yegan shu harom meli ularni davzaqqa ilib bordi. Qiyomat kuni Allah ularni xushal qiladigan so'z qilmaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ayni shular hidoyatni gumrohlikqa, mag'firatni azobga, ya'ni jannatni davzaqqa tegishdi. Ular davzaq azobiga nima degan chidamliq? Bu qattiq azob shuning uchunki Allah kitobni haqiqat bilan nozil qildi. Kitob to'g'risida ixtilof qilguvchilar cho'nqur nizodidir. Sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allohni so'yish yuzidan xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul milidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga,
saillaga ve kullarning ozodligiga erishishiga pul mal yordam berish, namoz o'qish, zakot berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka ve Allah'ның yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amalga kirdi. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar iymonida rostchil odamlardir. Ana shular taqvodor odamlardir. Ey mu'minlar, o'ldirilganlar uchun qisos elish sizlarga farz qilindi. Hör odam uchun hör odamdan, qul uchun quldan, ayol uchun ayoldan qisos elindi. Qotil uchun diniy qarindish tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, o'ldirilguchining egisi qotildan diyet elishga rozi bo'lib, qisos elishdan voz kechsa, u jinoyatchidan diyetni chiroyliqcha talab qilish lozim. Qotilmi diyetni yaxshilikcha kechiktirmasdan, kemaytib to'liq berish lozim. Bu hukm Rabbinglar tarafidan sizlarga berilgan yeniklatishdir va rahmatdir. Shuningdan keyin, ya'ni diyetni qabul qilgandan keyin chekidan eshib ketgan, ya'ni qotilni o'ldirgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey aql egillari, sizlarga qisosda hayotlik bor. Ya'ni kishi birovni o'ldirgan taqdirda o'ziningmi o'ldirilganligini bilsa, u odam o'ldirishdan yonadi. Shuning bilan uning o'zimi u o'ldirmoqchi bo'lgan odammi o'lishdan saqlanib qoladi. Nahaq qon to'kishdan saqlanishinglar uchun qisos yo'li qo'yildi. Agar sizlardan biraylan o'lish oldida ko'p mol qoldirsa, uning ota-onasiga va hech aqrabolariga odillik bilan vasiyat qilishi taqvodorlarning o'tashga tegishli burchi sifatida farz qilindi. Vasiyatni anglagandan keyin kimiki uni o'zgartirdigan, uning gunohi o'zgartganlarga yuklandi. Alloh haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Kimiki vasiyat qilg'uchining savanligi yoki qasdan noto'g'ri qilganligini bilib, ularning, ya'ni vasiyat qilg'uchilar bilan vasiyat qilinguchilarning orasini tuzab qo'ysa, unaga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgarikilarga, ya'ni ilgariki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi. Bu farz qilingan ro'za sanoqli kunlardir. Sizlardan kimiki kesel yoki safar ustida bo'lib, ro'z tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Ro'zini qiyrilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aron tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tomoq fidya berish lozim. Kimiki fidyani belgilangan miqdoridan ortiq bersa, bu o'z uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, ro'za tutish sizlar uchun eg'iz ochiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Hidoyat qilguvchi va haq bilan nohaqni ayirguvchi ro'shan oyatlardir. Sizlardan kimiki Ramazon oyida hozir bo'lsa, Ramazon ro'zasini tutsin. Kimiki kasal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lib tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi. Tasdiqni xohlamaydi. Og'zinglar ochiq yurgan kunlarning qazosini qilish bilan Ramazon ro'zasining sonini to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni ulug'lashinglarni, uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turman. Bana dua qilsa, men duo qilguvchining duosini ijobat qilaman.
Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin. Ya'ni hamisha iymon bilan bo'lsin. Ro'za kechalarida ayollaringlarga yaqinchilik qilish sizlarga halol qilindi. Ular sizlar uchun kiyimdir. Ya'ni ular sizlarga aralashib yashaydi va kiyim badanga yepishgandek yepishidi. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Ya'ni sizlarmi ularga aralashib yashaysizlar va kiyim badanga yepishgandek yepishsizlar. Allah o'zinglarni aldiganliklarini, ya'ni ro'za kechasi yaqinchilik qilganinglarni bildi. Allah tavbanglarni qabul qilib, sizlarni afv qildi. Endi ularga, ya'ni ayollaringlarga yaqinchilik qilinglar. Allah sizlarga taqdir qilgan narsani, ya'ni farzandni talab qilinglar. Taki tongning oq yipi qora yipidan ayrilganga, ya'ni tong yo'rganga qadar yenglar va ichinglar. Ondan kech kirguncha ro'za tutinglar. Sizlar masjidda etikofda o'ltirgan chig'inglarda kunduz bo'lsin, kecha bo'lsin, ularga yaqinchilik qilmanglar. Ana shular Allah belgilagan chegaralardir. Ya'ni man'i qilgan ishlardir. Uningga yaqinlashmanglar. Kishilarning harom qilingan ishlardan saqlanishlari uchun Allah oyatlarini ularga mushundaq bayon qildi. Bir-biringlarning mollarini nahaq yeb olmanglar. Bilib turib, kishilarning bir qism mollarini u kishilarning terikchilik, savdo setiq, muomala, ro'za tutish, eg'iz etish qatorliq ishlarning va hajning vaqtlarini hisoblashi uchundir. Jahiliyat davrida qilganinglardek ihromdagi cheg'inglarda o'ylarning Sura Baqara tercümesi 191. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ularni, yani tacavuzchilarni uchratgan yerda o'ltiringlar. Ya'ni yurtinglardan chiqarib etgan joydan sizlarmi ularni chiqarib etinglar. Ziyonkashlik qilish urushdanmi yomondir. Taki ular o'zlari urush ochmoqcha Masjidi Haram atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular Masjidi Haram atrofida sizlarga urush ochsa, ularni o'ltiraveringlar. Kafirlarning jazosi shunday bo'ladi. Agar ular urushni to'xtatsa, sizlarmi urushdan qo'l yig'inglar. Allah tavba qilguvchilarga haqiqatan mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Taki ziyonkashlik tugagan va Allohning dini yo'lga qo'yilgan qadar ular bilan urushinglar. Agar ular urushni to'xtatsa, zulm qilguvchilardan boshqalarga dushmanlik qilishga bo'lmaydi. Urush harom qilingan urush harom qilingan oyga tengdir. Ya'ni urush harom qilingan oylarda dushmaninglar sizlarga chiqilsa, şu aylarda sizlarmi ularga chiqilsanglar bo'ladi. Hurmati saqlanishga tegishli narsalar teng barobardir. Ya'ni hurmati saqlanishga tegishli narsalarni boshqalar dafsanda qilsa, intiqom elish yuzidan sizlarmi ularni dafsanda qilsanglar hech yomoni yo'q. Birov sizlarga qanchalik chiqilgan bo'lsa, sizlarmi uningga shunchalik chiqilinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki Allah taqvodorlar bilan birlidir. Allah'ның yo'lida pul mal sarf qilinglar. O'zinglarni halokatga tashlamanglar. Ihson qilinglar.
ihson qilg'uvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutadi. Haj bilan umrani Allah uchun to'liq o'rinlanglar. Agar düşman yo kasallik sababidan hajni yoki umrini ado qilishda to'sqinlikqa uchrarsanglar, u holda nima o'ng'ay bo'lsa, ya'ni to'yga, kala, qo'ydan nimani topalasanglar, shuni qurbonlik qilinglar. Qurbonlik qilinadigan mol joyiga belgilangan joyga yetmigicha chechinglarni tushirmanglar. Sizlardan kimiki kasal, ya'ni chechini tushirsa ziyon qiladigan kasal yoki beshida illat, ya'ni bosh og'riqi, pitqa o'xshashlar bo'lib, chechini tushirsa fidya qilish yuzidan 3 kun ro'za tutsin. Chechini tushirmasa fidya qilish yuzidan 3 kun ro'za tutsin yoki 6 miskinga 3 sa sadaqa bersin yoki birer mal qurbonlik qilsin. Əminlikdə bo'lgan chig'inglarda aranglardan ömür qilgandan keyin haj qilishdan bahramand bo'lgan odam, ya'ni hajdan burun ömür qilib tamomlagan odam nima o'ng'ay bo'lsa, shuni qurbonlik qilsin. Pul yo'qligidan yoki qurbonlik mal yo'qligidan qurbonlik mal topolmagan odam haj jarayonida 3 kun ro'za tutsin. Hajdan qaytgandan keyin 7 kun ro'za tutsin. Uning hammasi 10 kun bo'ladi. Mana bu, ya'ni ömür qilgan odamga qurbonlik qilish lozimligi yoki ro'za tutish haqidagi hukm Masjidi Haram doirasida, ya'ni haramda o'ltirishlik bo'lmagan kishilar uchundir. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Haj vaqti ma'lum bir qancha oydir. Ya'ni Şevval, Zulqa'ida oylari va Zulhajja oyining dastlabki 10 kunidir. Bu oylarda haj qilishni niyat qilgan, ihrom bog'lagan odamning jinsiy aloqaga munosabatlik so'z qilishi, gunoh qilishi va janjal qilishi ma'ni qilindi. Sizlar qandoqligi yaxshi amalni qilsanglar, Alloh uni bilib turadi. Haj uchun ozuq elib olinglar. Eng yaxshi ozuq taqvodorlikdir. Ey aql egilari, menga taqvodorlik qilinglar. Rabbinglardan haj mavsumida tijorat va boshqa ovqat orqali rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Arafatdan qaytgan chig'inglarda Mash'ari haramda, ya'ni Muzdalifada Allohni yod etinglar. Alloh sizlarni hidoyat qilganlik uchun uni yod etinglar. Ilgari sizlar haqiqatan gumroh edinglar. Alloh sizlarni hidoyat qilishdan ilgari gumrohlar qatorida edinglar. Ondan keyin sizlar Arafatdan kishilar qaytgan joy bilan qaytinglar. Allohdan mag'firat talab qilinglar. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Sizlar hajga oid ibodatlarni ado qilgandan keyin Allohni oti bovanglarni yod etgandek yoki uningdanmi ziyoda yod etinglar. Ba'zi kishilar, ey Rabbimiz, bizga nasibimizni bu dunyoda bergin deydi. Halbuki uning oxiratda yaxshilikdan hech nasibi yo'qdir. Ba'zi kishilar, Rabbimiz bizga dunyoda yaxshilik ato qilgan, oxiratdami yaxshilik ato qilgan, bizni dovzax azobidan saqlagan deydi. Ayni shular o'zlari qilgan amallarining mo'l mevasini ko'rdi. Allohning hisob elishi tezdir. Ya'ni shuncha ko'p xaloyiqdan qisqa vaqt ichida hisob elib bo'ladi. Sanoqliq kunlarda tashriq kunlari, ya'ni Qurbon hayitining 1, 2, 3 kunlarida Allohni yod etinglar. Namozlaringlarning oxirida takbir etinglar. Minadan aldirab 2 kunda qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Ta'xir qilib qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Yuqorqi ahkomlar taqvodorlik qilib
həcni to'liq ado qilmoqchi bo'lgan odam uchundir. Allohdan qo'rqinglar, bilinglarki, sizlar hisob uchun Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kishilar orasida shundoq odam borki, uning dunyo tirikchiligi to'g'risidagi so'zi seni qiziqtirdi. Lekin u yolg'onchi munofiqdir. U dildagi narsaga dili boshqa, tili boshqa emasligiga Allohni guvoh qiladi. Halbuki u sana ve sana ergashuvchilarga ashaddiy dushmandir. Ko'rinishda u shirin so'zi orqali dindor qiyofatga kirib oladi. U huzuringdan qaytgandan keyin zaminda buzuqchilik qilish uchun va ziroatlarni, hayvonotlarni halok qilish uchun tirishadi. Uning buzg'unchiligi amalda insonlarni halok qilish uchundir. Chunki ziroatlarsiz ve hayvonotlarsiz insonlarning yashay olishi mumkin emas. Allah buzuqchilikni yoqtirmaydi. Uningga va'zi nasihat qilinib, yomon so'z harakatlaridan qaytqin, Allohdan qo'rqin deyilsa, g'ururi uningga gunoh yuklaydi. Ya'ni haqdan takabburlik bilan bosh tortib, fitna fasodda texmi avzalaydi, azvalaydi. Uningga jahannam yetarlikdir. Jahannam nihoyat yomon joydir. Ba'zi kishilar borki, ular Allohning roziligi uchun jinini pido qiladi. Qilgan amali bilan faqat Allohning roziligini tilaydi. Allah bendilerge tolumu merhametliktir. Ey müminler, İslam dinine bütünley kiringlar. Yani İslam dininin bütün ahkamlarına boysununglar. Bazı ahkamlarga amel qilib, bazı ahkamlarını terk etmenglar. Şeytanın yollarına ve igvasıga ergeşmenglar. Şeytan sizlerge hakikaten aşkarı düşmandır. Sizlerge İslam dininin haqliqini ko'rsatadigan ro'shan dalillar kelgandan keyin to'g'ri yo'ldan tiyib ketmanglar. To'g'ri yo'ldan tiyib ketsanglar, bilinglarki, sizlar jazolansizlar. Chunki Alloh g'olibdir. Ya'ni sizlardan intiqom olishdan ojiz emasdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ular, ya'ni islomga kirishni tark etganlar, Allohning bulut parchalari ichida kelishini, farishtalarning kelishini ve işinin pütülüşünü kütemdi ve işinin pütüşünü kütemdi ve halenki işler Allah'a qaytırıldı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İsrail avladıdan sorğun ki, biz ularga ne kadar köp roşan delillerni ata qildik. Kimi ki Allah'ın nimetiga erişkendin keyin onu küfürlük qilib o'zgartib etsa, Allah onunla azab qiladi. Allah'ın azabı hakikaten qattiqdir. Kafirlarga dünya tirikçiligi chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni ular dunyoning shahvatlariga, ne'matlariga maftun bo'ladi va mu'minlarni masxir qiladi. Halbuki qiyomat kuni taqvodorlar ulardan daraja jihatda ustun turadi. Allah xalqan kişiye hesapsız rızık berdi. İnsanlar dastlabda bir ummet, yani haq dinde idi. Keyin ularning ba'zisi iymon etib, ba'zisi iymon etmay ixtilof qilishdi. Allah mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kuffarlarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdi. Allah kishilarning ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqarish uchun ularga kitobni haqiqat bilan nozil qildi. Faqat kitob berilgan kishilarla o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib, ya'ni kofirlar mu'minlarga hasad qilib, kitob to'g'risida ixtilof qilishdi. Allah o'z irodasi bo'yicha mu'minlarni ular, ya'ni gumrohlar ixtilof qilishgan haqiqatga hidoyat qildi. Allah xalqan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Sizlar tehi ilgirkilar uchragan kulpatlarga uchramay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar?
Sizlardan ilgari o'tgan mu'minlar ig'irchiliklarga, kulfatlarga uchragan va cho'chitib etilgan edi. Hatto payg'ambar va mu'minlar Allohning bizga va'da qilgan yordami qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden mallardan qandaq narsani sarf qilsa bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, mal mulkinglardan nimani sarf qilsanglar, uni ota-onanglarga, xish aqrabolaringlarga, miskinlarga va ibn sabillarga sarf qilsanglar bo'ladi. Yaxshilikdan nimani qilmanglar, Alloh uni bilib turdi. Sizlarga jihad farz qilindi. Albuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliginglar mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga oldiranglar. Shuning uchun Alloh buyurganga oldiranglar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular senden haram qilingan oyda urush qilishga bo'lamdi deb so'raydi. Aytqinki, bu oyda urush qilish cho'ng gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, Allohga kufrlik qilish, Masjidi Haramda ibodat qilishdan to'sish va Masjidi Haramdan aholini haydab chiqarish Allohning dargohida texmi cho'ng gunohdir. Fitna, ya'ni mu'minlarga ziyonkashlik qilish odam o'ldirishdanmi qattiq gunohdir. Odam o'ldirishdanmi qattiq gunohdir. Ular, ya'ni kuffarlar qo'lidan kelsalar sizlarni dininglardan qaytarib o'tganga qadar sizlar bilan davomli urushidi. Sizlardan kimiki o'z dinidan qaytib kofir peti o'lsa, uning amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Bundaq odamlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Shubhisizki, iymon etganlar, hijrat qilganlar va Allohning yo'lida jihad qilganlar ana shunday kishilar Allohning rahmatini umid qiladi. Alloh nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden haroq va qimor to'g'risida so'rashdi. Sen ularga buning har ikkisida cho'ng gunoh va kishilarga ozgina moddiy foydami bor. Lekin ulardagi gunoh foydaga qaraganda texmi cho'ng degan. Ular senden nimani sadaqa qilish to'g'riliq so'raydi. Ehtiyojidan ortiqni sadaqa qilinglar degan. Dunyo va oxiratning ishlarini tafakkur qilishinglar uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular senden yetimlar to'g'riliq so'rashdi. Aytqinki, tarbiyalash, mollarni ko'paytib, ularni tuzash yaxshidir. Ular bilan ularga foydali bo'lgan ravishda aralashib yashasanglar bo'ladi. Chunki ular sizlarning diniy qarindishinglardir. Alloh yetimlarning ishlarini buzg'ichi va tuzgichini bilib turadi. Agar Alloh xolisa, sizlarni qiyin ishga taklif qilish bilan cho'qim jafoga salatdi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ey musulmonlar, mushrik ayollar iymon etmoqcha ularni nikohinglarga olmanglar. Hur mushrik ayol husn jamoli va meli bilan sizlarni maftun qilgan taqdirdimi, mu'min dedak albatta uningdan ortiqdir. Mushrik erlar iymon etmoqcha mu'min ayollarni ularga yotliq qilmanglar. Hur mushrik er sizlarni maftun qilgan taqdirdimi, mu'min qul albatta uningdan ortiqdir. Ayni shular, ya'ni mushrik er va ayollar sizlarni davzaqqa chaqirdi. Alloh o'z irodasi bo'yicha sizlarni jannatga, mag'firatga chaqirdi. Kishilar pand nasihat olsin deb Alloh ularga o'z oyatlarini bayon qildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular senden hayz to'g'riliq, ya'ni hayzdor ayol bilan jinsiy aloqa qilishning durustligi yoki durust emasligi to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, hayz
ziyanlıqdır. Yani hayız mezgilide cinsi aloqa qilish er xotin her ikkisiga ziyanlıqdır. Şuna hayız mezgilide ayollaringlardan neri turinglar. Hayızdan pak bo'lguncha ularga yaqinchilik qilmanglar. Pak bo'lganda ularga Allah buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Allah haqiqatan tavba qilguvchilarni do'st tutadi. Haramdan ve nicasetten pak bo'lguvchilarni haqiqatan do'st tutadi. Ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir, ya'ni nasl teriydigan joydir. Ekinzorliqinglarga xohlagan ravishda kelinglar. O'zinglar uchun oldin ala yaxshi amal tayyorlanglar. Günahdan cheklanish bilan Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar Allohga muloqot bo'lasizlar. Mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Yaxshilik qilmaslikqa, taqvodor bo'lmaslikqa va kishilarni aplashtirmaslikka qasam qilish shakli bilan ularni qilishga Allohni to'salg'i qilmanglar. Ya'ni Allah bilan qasam qilishni yaxshi ishlarni qilmaslikning sababi qilmanglar. Allah so'zlaringlarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Maqsadsiz ichgan qasaminglar uchun Allah sizlarni jazoga tortmaydi. Qasdan ichgan qasaminglar uchun Allah sizlarni jazoga tortadi. Allah mag'firat qilg'uchidir, halimdir. Ya'ni bandalarni jazolashga aldirib ketmaydi. Ayollarga yaqinchilik qilmaslikqa qasam ichgan kishilar 4 oy kutadi. Agar ular bu muddat ichida ayollarga yaqinchilik qilishga qaytsa, ayollarga yomonlik qilgan gunohini Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Allah nihoyat mehribondir. Agar ular taloq qilish niyatiga kelsa, Allah haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Niyatlarini bilib turg'uchidir. Taloq qilingan ayollar 3 hayz o'tkicha iddat kutadi. Agar ular Allohga oxirat kuniga ishonadigan, bachidonlardagi Allah yaratgan narsani, ya'ni balini yoki hayzni yo'shirishi durust emas. Ularning erlari agar aplashib qilishni xohlasa, shu muddat ichida ularni qaytarib kelishga boshqalarga qaraganda eng haqliqdir. Ayollar ustida erlarning haqlari bo'lganidek, erlar ustida ayollarning haqlari bor. Ya'ni ayollar muvofiq darajada huquqdan bahramand bo'lish kerak. Muvofiq darajada majburiyatni o'tish kerak. Ayollarga mehr berish va ularning turmushini qamdash majburiyatlari erlarga yuklanganlikdan erlar ayollardan bir daraja ortiqlikka ega. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Qayta yarashishga bo'ladigan taloq 2 qitimdir. Uningdan keyin xotinini chiroyliqcha tutish yoki yaxshilik bilan zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni uningdan yiroqlashtirmay qo'yib etish lozim. Allohning belgilamalariga rioya qilmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'tmaslik, Allah belgilagan xotinlik huquqlariga rioya qilmaslik xavfi bo'lmasa, o'zinglarning ayollaringlarga mehr uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytarib olish durust bo'lmaydi. Agar sizlar ular, ya'ni ayolning Allohning belgilamalariga rioya qila olmasligidan qo'rqsanglar, xotinning taloq xetini elish maqsadida mal berganligi uchun u ikkisiga, ya'ni xotiniga gunoh bo'lmaydi. Ayni shular Allohning belgilamalaridir. Uning xiloflik qilmanglar. Allohning belgilamalariga xiloflik qilguvchilar zolimlardir. Agar uni, ya'ni xotinini 3-qitim taloq qilsa, xotin boshqa erga tegmagicha uningga durust bo'lmaydi. Keyingi uni taloq qilgandan keyin iddetini to'shqizib, burunqi bilan qayta yarashsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Agar ular Allohning belgilamalariga rioya qila oladiganligini, ya'ni qayta yarashgandan keyin yaxshi o'talaydiganligini tasavvur qilsa, bu Allohning belgilamalaridirki, Allah uni biladigan, ya'ni ishning oqibatiga fahm yetadigan qavm uchun bayon qiladi.
Sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lsanglar, ularning iddati to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyliqcha yarishib, ularni nikohinglarda tutinglar yoki ularni yaxshilik bilan qo'yib o'tinglar. Zulm qilish maqsadida ziyon yetkazib, ularni tutib olmanglar. Kimiki shunda qiladi ekan, ya'ni kimiki chiroyliqcha uy tutish niyati bilan emas, balki iddatini uzartib zulm qilish niyatida xotini bilan yarishidi ekan, o'ziga o'z zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulki qilib olmanglar. Ya'ni Allohning ahkomlarini xilof qilish yo'li bilan masxara qilmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini va sizlarga va'z nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobini, hikmatni, kitobdagi ahkomlarni yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilguchidir. Agar sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lib, ularning iddati to'shgan va qoida bo'yicha burunqi eri bilan putishgan bo'lsa, ularni nikohlanishdan to'smanglar. Buning bilan ichinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilindi. Bu, ya'ni va'z nasihat ilish, Allohning amrlarini tutish sizlar uchun eng foydalidir va eng pokdir. Shariat ahkomlaridan sizlarga nimalar eng foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Analar balalarni emitish muddatida to'liq emitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil emitishi lozim. Atalar analarni qoida bo'yicha yemak-ichmak va kiyim-kechak bilan ta'minlab turish kerak. Kishi faqat qo'lidan keladigan ish qila taklif qilindi. Onani balasi sababli ziyon tortqizmaslik, otani balasi sababli ziyon tortqizmaslik lozim. Agar oti o'lib ketsa, uning varisi otiga o'xshash mas'uliyatni, ya'ni ona bo'lg'uchiga nafaqa berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga olish kerak. Agar ota-ona kengashib balani 2 yil to'shmasdanla ayirib etmoqchi bo'lsa, ularga hech bir gunoh bo'lmaydi. Agar ballariinglarni enik analarga emitmoqchi bo'lsanglar, qoida bo'yicha ularning haqqini bersanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allohdan, ya'ni Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Alloh sizlarning qilgan amallaringlarni ko'rib turguchidir. İçinlarda özü vafat bulup ayolları qilib qolgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 ay 10 kun iddat tutish lozim. İddati to'shqandan keyin o'zlari to'g'riliq qoida bo'yicha ish qilsa, sizlarga, ya'ni shu ayollar ig'dochilik qiluvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. İddati to'shmagan ayollarga ularni oladiganliklarini puritib o'tsanglar yoki buni dilinglarda yoshirib tutsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ularga ig'iz ochadiganliklar Allohga ma'lumdir. Lekin ular bilan yoshirin va'dalashib qo'ymanglar. Faqat oshkora aytilsa, kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. İddati to'shmag'icha ularni nikohinglarga elishga bel bog'lamanglar. Bilinglarki, Allah dilinglardikini bilib turdi. Uningdan Allohning amriga xiloflik qilib jazolanishdan hazar qilinglar. Bilinglarki, Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, halimdir. Osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Agar sizlar ayollaringlarga yaqinchilik qilmay yoki mahri tayinlamay turib, ularni taloq qilsanglar, ya'ni nikohinglarga olgan ayol bilan bir yerda bo'lmagan yoki mahrini muayyanlashtirmagan sharoitda uni qo'yib etsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin uningga mut'a, belgilik miqdorda pul mol berishinglar kerak. Ularga pul mol beringlar. Boy o'z holiga yarasha, kambag'almi o'z holiga yarasha qoida bo'yicha bersin. Bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishli majburiyatidir. Sura Baqara tercümesi 238. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim.
5 namazga bolupmu asrga ahamiyat beringlar. Yani bütün şartlar bilen vaqtida to'liq ado qilinglar. Allohning huzurida, yani namazda itoatmanlik bilan turinglar. Qo'rqinishda qolganinglarda piyoda yoki uloqliq ketib berib namoz o'qinglar. Amonlik topganinglarda Allohning sizlarga bilmaganinglarni o'rgatganidek Allohni yod etinglar. Yani qo'rqinish tugaganda Allah namozni qandoq o'tashga amr qilgan bo'lsa, to'liq arkonlar bilan shundoq o'tanglar. Sizlarning ichinglarda o'zi vafot bo'lib, ayoli qilib qolganlar, ularning, yani ayollarining bir yilgacha yemek, içmek, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, uydan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlari uchun sizlarga, ya'ni meyitning egallariga hech gunoh bo'lmaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Taloq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafiqa berish lozim. U taqvodorlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir. Sizlarning tushunishinglar uchun Allah o'z ahkomlarini ko'rsatib beradigan oyatlarini sizlarga mushundoq bayon qiladi. O'zlari minglarcha turuqliq o'limdan qo'rqib yurtlaridan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Allah ularni o'linglar dedi. Ular öldü. Ondan keyin Allah ularni terildirdi. Allah insonlarga haqiqatan marhamatlikdir. Ve lekin insonlarning ko'pchiligi Allohning ne'matiga shukr qilmaydi. Allah yo'lida jihad qilinglar. Bilinglarki Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, niyatinglarni, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Kimiki Allah'a qarz hasana beradigan, yani Allah'ның yolida pul melini xoşallık bilen sarf qiladigan, Allah onunğa neçe hassa, yani 10 hassidin 700 hassigacha ko'p qaytirdi. Allah sınaş üçün bazı kişilerinin rızkını tar qiladi, bazı kişilerinin rızkını keng qiladi. Qiyomat günü Allah'ның dergahı qaytirilisizlar. Sana Musa'nın vafatıdan keyin İsrail avladıdan bo'lgan bir cemaatning xabari yetmedimi? Ular öz vaqtida özlerinin payg'ambariga bizga podshoh tiklab bergan, uning bilan dushmanlarga qarshi Allah yo'lida jihad qilayli deyishdi. Payg'ambar, sizlarga jihad farz qilinsa, jihad qilmay qolarsizlarmi? dedi. Ular, yurtlarimizdan haydab chiqarilgan ve o'g'illarimizdan judo qilingan tursak, qandoqmi Allah yo'lida jihad qilmayli dedi. Ularga jihad farz qilingan chaqda ozg'inisidan boshqa hammasi jihaddan bosh tortdi. Allah zolimlarni obdan bilgichidir. Payg'ambari ularga Allah haqiqatan sizlarga Talutni podshoh qilib avatdi dedi. Ular payg'ambariga e'tiroz bildirib, u qandoqmi bizga podshoh bo'ladi? Aramizda podshoh avlodlari bo'lganlikdan podshohlikqa biz uningdan haqliqmiz. Uning ustiga uning mol mulki ko'p bo'lmasa dedi. Payg'ambar, Allah haqiqatan sizlarga podshoh qilishga uni ixtiyor qildi. Uning ilmini ziyoda ve bedenini bəstik qildi. Allah saltanatni xohlagan odamga berdi. Allah'ның fazli kengdir. Uningga kimning loyiq bo'ladiganligini obdan biladi dedi. Ularga payg'ambar aytdiki, uning podshohligining alomati shuki, sizlarga bir sanduq keladi. Uningda Rabbinglar tarafidan sizlarni taskin topqizadigan narsa ve Musa'nın, Harun'ның təvələri qaldırıb ketken narsalar, Musa'nın asisi, kiyimi
ve Tevrat yazılgan bazı taxtılar qaçılangan boludu. Onu periştiler götürüp gelidu. Eğer Allah'a ve ahiret günüge işini digan bolsanglar, bunun da yani sandıqның nazil boluşu da Allah'ның Talutni sizlarga padişahlıqqa tanlaganligiga elbette sizlar üçün roşan alamet var. Talut askerleri bilen Beytul Muqaddas'tan ayrılgan çağda Allah sizlarni bir daryo bilen sınaydı. Kimiki onundan içidiken o mana tava emas, kimiki daryo suyunu tetimaydiken o hakikaten mana tavadır. Onundan ussuzluğunu biraz biz üçün bir üçüm içken adam buyruqqa xilaflık qilgan bolmaydı dedi. Ularning ichidagi azg'ina kishidan boshqa hammasi uningdan içti. Talut ve onunğa iman etgan kishilar daryodan o'tgan chaqda düşmanning ko'pligini ko'rib qo'rqinishga tushib, ularning bir qismi bugun bizning Jalut ve onun askerleri bilen urushishga kuchimiz yetmaydi dedi. Talutning tavalaridan Allohga muloqot bo'lishga ishinidiganlar Allah'ның iradesi bilen az cema'a köp cema'a üstüden galbe kılıdı dedi. Allah berdaşlık bəgüçüler bilen bildirir. Ula Jalut ve onun askerleri bilen uçraşkan çağda Rabbimiz kalbimizni çidamlık bilen toldurgan, kademlerimizni uruş meydanında müstehkem kılgan, kafir kavmiga karşı bizge yardım bergin dedi. Müminler Allah'ның iradesi bilen kafirlarını məğlub kıldı. Davud Jalutni öldürdü. Allah Davud'a saltanatni, hikmetni, peygamberlikni berdi. Onunğa xalagan nesillerini, faydalı ilimlerini berdi, bildirdi. Allah insanların bəzisi bilen müdafiə qılıp tuğmasa, küçlük tacavuzçığa onundan mı küçlük boğan birisini apiride qılmasa idi, yeryüzü elbette xarablıqqa yüzülnetti. Lekin Allah yamanlıqni üstünlükki qılmaslık bilen bütün cahan əhlige merhamet qılğıçıdır. Bu Allah'ның ayetleridir ki, onu biz sana doğru rəvişte okup verimiz. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen elbette Allah'ның davetini yetkizüş üçün əvətilgən peyğəmbərlərinin birisən. Əni şu peyğəmbərlərinin bəzisinin üstün qıldıq. Allah ulanın bəzisi, yani Musa aleyhisselam bilen sözleşti ve bəzisinin, yani Muhammed aleyhisselamның derecesini yuqur götürdü. Meryem oğlu İsa'ga ölüklerini terildiriş, gaçılarını, beres kesilini sakaytışqa oxşaş, roşen mücizlerini ata qıldık. Onu Ruhil Kuddus, yani Cibril aleyhisselam bilen kişilendirdik. Eğer Allah xalagan bolsa idi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga roşan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kafir bo'ldi. Eğer Allah xalagan bolsa idi, ular o'zaro urushmas edi, lekin Allah xalig'ini qildi. Ey müminler, so'da setiq, dostluk ve Allah'ның iznisiz şafaat bo'lmaydigan kun, yani kıyamet günü yetip kelishdan burun, sizlarga biz rizq qilib bergan mol mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kafir bo'g'uchilar zolimlardir. Bir Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Allah hem işi teriktir, hemmini idare kılıp toğucudur. O mügdep kanmaydı. Onu uyku basmaydı. Asmanlardaki ve zimindeki hemmine ise Allah'ın mülküdür.
Allah'ның ruhsuz kim mu Allah'ның oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi dunyoda qilgan, keynidagi ular uchun oxirat tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turdi. Ular Allah'ның ilmidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allah'ның kursi osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni muhofazat qilish uningga ig'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir, hammadan ulug'dir. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimki tağut, barliq shaytonni kuch va tuzumni inkor qilib Allohga iymon etadigan, u sunmas, mahkam tutqini tutgan bo'ladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Allah mu'minlarning egisidir. Ularni kufrining zulmatlaridan iymonning yo'riqligiga chiqaradi. Kafirlarning egisi tağutdir. Ularni iymonning yo'riqligidan gumrohlikning qorong'uliklariga chiqaradi. Ana shular ahli dovzaxdir. Ular dovzaxda mangu qolg'uchilardir. Rabbi to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan. Allah'ның ata qilgan podshohligi uni İbrahim bilan munozirlashishga elib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'midingmi? Ayni zamanda İbrahim Allah'ның barligiga dalil ko'rsatib, mening Rabbim o'likni tirildiraydi, terikni o'ltiraydi dedi. O, menmi o'likni tirildirayman, terikni o'ltirayman dedi. Namrud ölümge hüküm kılıngan iki adamını çağırtıp gelip, birini öldürdü, yani birini koyup verdi. İbrahim, Nemrut'un bundaq hamakatlikini görüp, Allah hakikaten künni şerikten çıkaralaydı, ilahlık davası kılıdığan bolsan, sen onu garipten çıkarıp bakayın, dedi. Bundaq pakit aldı da kafir iğiz açalmay kaldı. Allah zalim kavmini hidayet kılmaydı. Ya ki sen tam ögüzleri yıkılıp veyran boğan harabe şehir, yani Beytul Mukaddes'ten ötken kişini, yani Uzeyr'ini kömedin mi? O eceplenip, Allah bu şehirinin ölgen ahalisini kandak terildirer, dedi. Allah onu 100 yıl ölük haltıda turguzup, andın kamali kudretini közütüş için terildirdi. Allah perişte arkalık onundan. Bu haleti kançilik tudun dep sorudu. O bir gün ya ki bir günge yetmeydiğen vakit tudum dedi. Allah etti. Undaq emas, toluk 100 yıl turdun. Yemek içmekinge qarığın ki buzulmağan. Eşiginge qarığın ki onun süngekler çirip ketken. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'ngaklarga qaraganki, uni qandoq qurashtiramiz, andin uningga go'sh qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizalarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim, dedi. Öz vaqtida İbrahim, Rabbim ölüklerini qandaq terildirdiganligini menga ko'rsatgin, dedi. Allah, ölüklerini terildiradiganligimga ishonmadingmi, dedi. İbrahim, ishondim, lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman, dedi. Allah aytdi, qushdan to'tni olgin, ularni o'zingga to'plagin. Yani ularni parçalab, göçleri bilen paylarini arlaştırgın. Andın her bir taqqa ulardan bir bölükni koygun. Andın ularni çakırgın. Senin aldığına ular çapsan kelidi. Bilgin ki Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır.
Allah'ın yolida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib, 7 başaq chiqargan har boshqada 100 dan tutgan bir danga o'xshaydi. Allah xalqan bendisiga hassilab savob berdi. Allah'ın merhameti çeklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilguvchining niyatini bilguchidir. Pul melini Allah yolida sarf qiladigan, arqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayr saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Rabbining dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinish yo'qdir va ular g'am andisha qilmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin arziyat elib keladigan sadiqidan afzaldir. Allah bandilarning sadiqisidan behojatdir. Halimdir, ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'z tutish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilib o'tganiga o'xshash bergan sadaqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilib o'tmanglar. Bundaq pul melini boshqalarga ko'z tutish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pchang qo'nib qolgan qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallar uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'la olmaydi. Alloh kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Mallarini Allohning roziligini izlab va chin ko'nglidan chiqarib sarf qiladiganlar egizlikka joylashgan qattiq yomg'irdan bahramand bo'lsa, mevasi 2 hassa ko'p bo'ladigan, qattiq yomg'irdan bahramand bo'lmasa, shabnam bilanmi qonadigan, qaysi holda bo'lsin meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bundaq xayr saxovatlik odam meli ko'p bo'lsa, ko'pga yarasha, oz bo'lsa, ozga yarasha beradi. Allah qilgan amalinglarni ko'rib turguchidir. Aranglarda kimni yoqtirsin ki, uning xormaliq, üzümlik ostidan eriqla iqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir beg'i bo'lsin. Uning o'zi qirib qolgan, ballari ushshaq bo'lib, bu bog' qara bo'ron ilib kelgan o'tda ko'yib ketsin. Sizlarning o'ylanishinglar uchun Allah sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misollar bilan bayon qiladi. Ya'ni pul melini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turuqliq yo'qitib qo'ygan bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zimindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni ochliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadaqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarini ilg'ab sadaqa qilmanglar. Bilinglarki, Allah bundaq sadaqanglardan behojatdir. Hamdiga loyiqdir. Şeytan sizlarni peqirliqdan qo'rqitadi. Yaman ishlarga, ya'ni bexillikqa zakot bermaslikka buyurdi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qildi. Allohning marhamati kengdir. U hammani bilib turguchidir. Hikmatni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xalqan bendisiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Nimini xayr ehson qilmanglar yoki Allohning yo'lida nimini va'da qilmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turdi. Zalimlar zakatni man'i qilg'uchilar
yoki pul melini gunoh ishlariga sarf qilguvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqini oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarga kafforat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Allah xohlagan bandisini hidoyat qiladi. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayr ihson qilasizlar. Xayr ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'z tutmanglar. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq berildi. Sizlarga zulm qilinmaydi, ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi. O'zini Alloh yo'liga atgan, terikchilik qilish uchun yiroq joylarga bora olmaydigan yo'qsullarga xayr ihson qilinish kerak. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilamaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan taniysan. Ular kishilarga chaplashib olib, tilamchilik qilmaydi. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, Alloh haqiqatan uni bilguchidir. Mollarini kech kunduz hamma vaqt yo'shurun va oshkor yo'sinda xayr ihson qiladiganlar Rabbining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinish yo'qdir va ular g'am andish qilmaydi. Jazoni o'sim yeydigan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin cheplashib qolgan sarang odamlardek qopadi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiqmi jazoniga o'xshash dedi. Halbuki Allah savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Kimiki Rabbi tarafidan va'zi nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni man'i qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Qayta jazoni qilganlar ahli dozaq bo'lib, dozaqda mangu qoladi. Allah jazonining barakatini o'chirib etadi. Sadaqaning barakatini ziyoda qiladi. Allah her bir naşükür, yani cezanını halal sanıgıcı günahkarlarını dost tutmaydı. İman etgan, yaxşı amellerini qilgan, namaz okugan, zakat bergen kişiler Rabbinin dergahida çoğun savabga erişidi. Ulağa ahirette korkunuş yoktur ve ula hem endiş qilmaydi. Ey iman etgan kişiler, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazonini, ya'ni o'simni olmanglar. Agar shunda qilmasanglar, Alloh va uning rasuliga urush ochgan bo'lasizlar. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyinglar o'zinglarga qaytadi. Başqalarını ziyan tartqızmaysizlar, özünlarmı ziyan tartmaysizlar. Eğer qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'icha kutinglar. Eğer xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oladigan qarzni uningga sadaqa qilib berib etganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi, yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytilib, yomon amali ko'paytirilmaydi. Ey mu'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar,
uni hujjat qilib yozib qo'yinglar. Aranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Alloh uningga bildirgandek to'g'rilik bilan yozishni rad qilmasin. U yozsin, zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozadigan kishiga aytib bersin. Qarzdor Rabbi Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsadan hech nimani kamaytib etmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmaq, galvon, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, kichik bola yoki bakmi qeri bo'lsa, yoki gap qilolmasligi, g'achiligi, kekashlik tufaylidan o'zi aytib berolmasa, uning ishlarini boshqaruvchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan 2 kishini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar 2 er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er, 2 ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. Bu 2 ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikqa chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytarish vaqti bilan qo'shib yozishdan erinmanglar. Allohning nazarida, hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Guvohlikning unutilmasligini eng isbotlig'idir. Gumonlanmasliginglarga eng yaqindir. Lekin aranglarda qilishgan qo'lma-qo'l savdoda hujjat yozmasanglarmi, hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro savdo qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amriga va nahyisiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Alloh sizlarga o'rgatadi. Ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni beradi. Alloh hamma narsani bilguchidir. Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yoza oladigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yozib berishning o'rniga go'ri qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Aranglarda biringlar ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani go'ri olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytarsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Rabbidan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Osmonlardagi, zimindagi shaylar egitarchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yo'shiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Rabbi tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmu iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz, ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Rabbimiz mag'firatingni tilaymiz. Oxiri yanadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Alloh hech kimni qurbi yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir. Yomonligining jazosi mu o'zigidir. Ular Rabbimiz agar biz unutsak yoki xatolashsak, biz unutish yoki sevenlikdan amringni to'liq o'rinlay olmasak, bizni jazoga tortmagin. Rabbimiz
bizden ilgirikilerge yükligininge okşaş bizge igir yük yüklemegin. Bizni qiyin işlarga teklif qilmagin. Rabbimiz küçümüz yetmeydigan narsani bizge atmagin, artmagin. Bizni kechirgin, bizge mag'firat qilgin, bizge rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi.